Men Munisa Murodova 2025-yilda Behbudiy va yuksak ehtirom nishonlariga sazovor bo'lganligimdan faxrlanaman. Bu mukofotlar prezidentimizning biz yoshlarga bo'lgan ishonchi va yuksak e'tiborining timsolidir. Yoshlar bizning kelajagimiz degan yondashuv asosida biz yoshlarga keng islohotlar, imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu esa o'z ustimizda ishlash, vatanimiz ravnaqi uchun ulkan hissa qo'shish va jamiyatda faol bo'lishimizga ulkan madad beradi. Yoshlar bugungi kunda barcha sohalarda fan, ta'lim, madaniyat, sport va siyosatda ham o'z o'rinlarini topishgan. Bugun yangi O'zbekistonning eng katta boyligi, ya'ni yoshlar kuni. Aziz tengdoshlarim, sizlarga sog'lik, cheksiz bilim, qat'iyat, sabr va vatanimiz ravnaqi uchun ulkan zafarlar tilayman. 30-iyun Yoshlar bayrami barchamizga muborak bo'lsin.